Titullar bor akkauntlarning naqshidir, titullar bor akkauntdan ham yaxshidir degan ekan bitta shohdek bot degan bu mag'ir bola. Xullas, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan har doimgidek shohdek bot. Juda ham ko'pchilik aka dastajeniya bo'yicha titul bo'yicha video qo'ying, ancha vaqtdan beri video qo'ymay qo'ydingiz deb menga yozishdi, hattoki boshqa odamlarning strimiga kirib ham yozishibdi. Men juda ham xursand bo'ldim. Sizlarga respekt. Va nega video qo'ymagan sabab esa aktiv tushib qolgani, o'rda ishlarim bo'lib ketgani sabab bo'ldi. Shuning uchun maksimal aktiv ko'taraylik, ya'ni erinmasdan like bosing, 10 ta komment yozing va 2 ta do'stingizga yuborib qo'ying, bo'ldi. Agar bizni endi ko'rayotgan bo'lsangiz, obuna ham bosib qo'ysangiz zarar qilmaydi. Xullas, bugun ajoyib bo'lgan dastajeniya, ya'ni bitta dastajeniyani bajarib, naq 3 ta titul olishni o'rganib o'tamiz. Video foydali bo'lgan, oxirigacha tomosha qilsangiz o'tkazmasdan, albatta siz buni 100% tushunib olgan bo'lasiz. Demak, biz boshladik. Undan oldin esa men o'zimni servislarimni sizlarga aytib o'tmoqchiman. Chunki biznes. Agar sizga ishonchli, tezkor xohlagan vaqtingizda UC yoki populyarniy kerak bo'lsa, bemalol adminga yozib, xaridingizni qilishingiz mumkin. Admin lichkasi описанияda bo'ladi. Agar sizning akkauntingizni kimni chopib ketgan bo'lsa, akkauntingizda qandaydir muammolar bo'lsa, uni ham hal qilib beramiz. Bu ham описанияda. Agar sizda 2016-yildan 2022-yilgacha bo'lgan guruhlar bo'lsa, Telegramda buni ham sotib olamiz. Bu ham описанияда. Demak, biz videoga qaytamiz. Ciao. Birinchi navbatda biz o'sha dastajeniyani ko'rib olishimiz kerak. Battle'imizda yomon ketyapti-yu. Qanaqasiga PK3 da bo'lib, bu 600 ga urgan bo'lishi mumkin. Nima uchun urdi? Sabab bitta. Meni Content Maker titulim bor, YouTube kanalim borligini biladi. Spesialni bu ustimizdan kulib urgan. Обязательно sizlardan podдержка kutaman papa bo'yicha. Xullas, o'sha titulni ko'rib o'tadigan bo'lsak, bizda o'zi mifskiy titullar, legendariy titullar bo'ladi. Qayerda o'tkazib yuradimmi? Yo'q, o'tkazib yubordim menimcha. Xo'sh. Mana missiyada degan mana shu mifskiy titulni olishni o'rganamiz. Ko'rishlar mumkin. Bu titul uncha-munchasida yo'q. Chunki buni olish qiyin. Lekin qiyin bo'lsa ham bilish ham qiyin. Ko'pchilik buni bilmaydi. Hozir ana shu titulni qanday olishni ko'rsatamiz. Buning uchun dastajeniya bo'limida xo'sh, mana shuni bajarishimiz kerak bo'ladi. Buni 6 ta missiyasi bor. Bu 6 ta missiyani ham u katta missiya, har bittasi katta missiya. Buni bajarish oson narsa emas va buni bitta videoda tushuntirish ham qiyin. Shuning uchun bo'lib 2-3 ta video tushuntiraman. Bugun sizlarga asosiy negizini tushuntirib o'tib ketaman. Hozirgi bu ko'rsatayotgan dastajeniyamda ikkitasini bugun bajaramiz. Qolgan 4 tasini esa keyingi videoda bajarib o'tamiz. Hozir men qolgan titulni ham ko'rsatib o'taman. Esdan chiqibdi. Birinchisi Mifskiyni ko'rsatdim. Undan keyin xo'sh, mana bu jangovar ot degan, veterinar degan titullar bor. Ikkitasini bajarsangiz jangovar otni beradi, 4 tasini bajarsangiz veterinarni beradi va 6 tani ham bajarsangiz missiya degan titulni beradi. Shu 6 tani 2 tasini qilsangiz ham beradi titulni, 4 tasini qilsangiz ham beradi va 6 tasini qilsangiz ham beradi. Xullas, sizlarga menimcha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Xo'sh, bo'lmasam biz bot akkauntga o'taman, chunki bu missiya hammasi menda bajarilib bo'lgan. Sizlarga ko'rsatay desam, bajarilgan bilmaysizlar. Shuning uchun men bot akkauntimga o'tib davom ettiraman jigarlarim. Papam, mana men bot akkauntimga o'tib oldim va ana shu dastajeniyani ham ko'radigan bo'lsak, pastda ko'rgan bo'lsangiz 6 ta dastajeniyasi bor edi. Ulardan bittasi mana shu dastajeniyada sovuq qurol ustasi. Bu sovuq qurol ustasini qanday bajaradi? Buni o'zim bajarib ko'rsatib beraman. Hozir menda bu bitta bajarilgan va mana bu sochmoqli ustasi esa 4 ta bajarilgan ekan. Deshmasam, to'g'ri ko'rdimmi? Men noto'g'ri ko'rdimmi? Boshqatdan ko'rib olib, aniq qilib olishimiz kerak. Mana hozir pastga tushamiz. Mana sovuq qurol ustasi bu bitta bajarilgan va sochmoq o'q ustasi esa 4 ta bajarilgan. Bugun shu ikkitani o'rganamiz.
keyingi videoda esa qolganlarini ham o'rganib o'tamiz. Xo'sh, sovuq qurolga mana shu macheta, skavortka va pichoq kiradi. Mana shulardan birontasida biz odam o'ldirishimizga to'g'ri keladi. Va undan keyin sochmoqqa esa mana shunaqangi qurol, ya'ni qizil o'q qaysiga tushsa, mana DBS travalar hammasi sochmoqli hisoblanadi. Demak, biz Livikni boshlaymiz. Aytgancha buni xohlasangiz reytingni o'ynang, xohlasangiz reytingsiz o'ynang, qizig'i yo'q. Hisobga o'tadi va squadmi, solomi, duomi, buni ham qizig'i yo'q, bu ham hisobga o'tadi. Klassik o'ynasangiz bo'ldi. Endi Ultimate Real'dagi hisobga o'tadimi, yo'qmi? Bunisi menga qorong'u, chunki men bajarayotgan vaqtlarimda bu Ultimate Real bo'lmagan. Albatta buni ham sinab ko'ring, mojid balki hisoblab ko'rar PUBG. Mana biz matchni ham boshlab oldik. Bo'lmasam videoni tezlashtiramiz. Sababi esa sizni vaqtingizni bekorga olish niyatim yo'q. Va shu bahona eventga ham tushaman, qanaqa o'ynayman, buni bilib olasizlar. Eventda qanaqangi kirishimni prosta tomosha qilinglar. Yaramaslar, bu adolatdan emas. Men o'qim yo'q edi, qurolim yo'q edi, hali loot qilmagandim. Bu g'irromlik. Bo'lmasa men Gronxsga tushaman. O'sha dastajinani Gronxsda yakunlab qo'yishga harakat qilaman. Men hozir pastga tushib, birinchi o'rinda drababik qurol topishim kerak, chunki pichoq yonimda bor. Pichoq bilan bemalol o'ldirishim mumkin. O'shaning uchun aytgancha, menimcha kulak ham hisobga olsa kerak. Lekin kulakdan nok qilish kerak. Bu qiyin odam bo'lsa, lekin botda oson-u. Undan ko'ra pichoq so'ygan yaxshi. Ishi tezroq bitadi. Keyin drababik qurolni topish menimcha Livikda muammo emas, har qadamda chiqib keladi. Eng qizig'i menimcha drababikda DBS ham qo'shib qo'ygandan olib tashlamagan bo'lsa, tuzini oldilar. Bo'lmasa men hozir birinchi o'rinda drababik qurol topishim kerak. Mana shu yerda bitta botni ko'rib qoldim. Bu botni men pichoqda o'ldiraman, sababi odamni pichoqda o'ldirib bo'lmaydi. Drababikda o'ldirishim mumkin mana bu qurolda, lekin bunda qiyin. Bo'lmasa mana o'zi ikkitada hal. Yuzimizda yana shak bor. Buni esa o'ldiramiz. Drababik botmi, odammi, men bilmayman. Botov. Odam ekan bu. Yo, Bomomrod. Endi biz raz David qarshimizda kim chopib ketsa hisoblamasligi mumkin. Mana biz bajarib bo'ldik. Xuddi shunaqangi drababik qurolni o'ldirishingiz kerak. Ana shu missiyada nechta o'ldirishingizni yozib qo'ygan, qaysidir 2000 ta, qaysidir 200 ta, qaysidir 800 ta, 1000 ta yozib qo'ygan. Shuni orqali ko'rib, nechta bajarish kerakligini bilib olsangiz bo'ladi va undan tashqari shular hammasida oxirida 10 tadan premium keyslar ham beradi. Buni aytishdan chiqibdi. Bizda odam bor. Lekin men to'zini olib otsam bo'ladi. Hozir ham lekin drababikda otmoqchiman. Qani? Ye, to'g'risi bu o'yin nas o'yin bo'ldi, lekin baribir men missiyani bajarib oldim. Hozir o'yindan chiqqandan keyin men reytingsiz o'ynagan bo'lsam ham hisobladim yo'qmi, ko'rib olasizlar. Men bundan oldin bajarib sinab ko'rdim, haqiqatan ham hisoblayapti. Bo'lmasam boyagi raqamlar o'zgarganini ko'ramiz. Xo'sh, akkauntga o'tamiz va ana shu dastajani ko'rib olamiz. Xo'sh, pastda mana bu kulak. Mana ikkita bo'libdi, boya bitta edi bilgan bo'lsangiz va undan keyin mana bu ham 5 ta bo'libdi, oldin 4 ta edi. Mana shunaqangi tarzda bu ikkalasini bajarib turavering. Nasib 2-3 kundan keyin
davomini ham chiqaraman, chunki bitta videoda hamma tushuntiradigan bo'lsam, video yarim soatdan ko'payib ketadi. Xullas, hammaga xayr, keyingi videoda ko'rishguncha, chao.